Mam karbon tomni ko'ryapsizmi? Bakovlarigacha karbon, spoilerlarigacha karbon. Voy dodam, BMW M5 oxirgi yangi modeli G90 kuzovi. Mam arkalarini ko'ryapsizmi, ishib turishini. Rangi ham oxirgi o'sha temadagi BMWning mashhur ranglaridan izumrudning. Salonni bitta ko'rsataman. Bismillah. Voy. Mana buni qarang. Sportivniy rul M1, M2 lipistoklari bilan. Mana sidinalarni ko'ryapsizmi? Bu videoni BMW ishqibozlariga tez yuborib qo'yinglar. Sotuvga BMW G90 kuzovidagi M5 keldi. Rostakasimi? Mana turuvni qaranglar. Mashina sportivniy bo'lgani uchun mana bunaqa sportivniy sidinalarda, lekin isitish, sovutishlari bor. To'g'ri endi bular sportivniy bo'lganiga massaj bo'lmaydi, lekin salonda ham karbon detallar bilan boyitilgan qani. Mana bunaqa H monitorlar, sportivniy rul. Tomi karbon bo'lganning hisobiga bu yerda alkantara ishlatilgan. Akustikasi Bowers & Wilkins. Ko'jalarini qaranglar, yumshoqligini. Ikkinchi qatorni bitta ko'ramiz sizlar bilan. Bakovich shtorkalar, krosslar, klimat kontrollarigacha bor. Mashina 2025-yilda ishlab chiqarilgan yangi mashina. Bagajlarini bitta ko'ramiz. Katta bagajimiz bor. Elektroprivodda ochilib yopiladi. Bu maxluqqa yuragini ko'rsatishdan oldin videoga bitta like qizartirib yuboring. 727 ta ot kuchiga ega bo'lgan 4 litrli turbina motorda. Mana qarang. Bilasizlar, yangi pokoleniya gibrid motor bo'lib chiqyapti. Ham sportivniy bo'lsin, ham ekonomichniy bo'lsin degan akalarimiz uchun zo'r apparat. Agar sizga avtosalondagi inomarkalar narxi qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Buni narxiga keladigan bo'lsa, $225 ming so'rayapmiz. Pastda egalarining nomerini qoldirdim. Bemalol telefon qilib savdolashsanglar bo'ladi.